Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa sizlarga navbatdagi zakazimiz obzorni chiroyli holatda qilib beramiz. Stulidan boshlaydigan bo'lsak, stullarimiz 100% yong'oqda bo'ldi. Plankali kapalay fasonda xudo xolasa chiroyli qilib berdik. Machalkalarni aytib o'tadigan bo'lsak, 3 santimetrli machalkadan 4 qavat qilib berdik. Materiallarimiz turetskiy material kombinatsiya holatda juda chiroyli holatda chiqdi. Spinkasiga 2 santimetrli machalka qo'yildi. Xo'p, orqasidan ko'rsatadigan bo'lsak, orqasiga atachento materiallardan kombinatsiya holatda chiroyli qilib qoplab berdik. Xo'p, juda chiroyli holatda stullarimiz 100% yong'oqda bo'ldi. Stolni aytib o'tadigan bo'lsak, 7,5 metrga 1,20 holatda 3 ta shunaqangi akvarium qilib berdik. Smalasini oyog'ini 4 ta bir xilda smala oyoq qo'yib berdik. Stullarimiz 100% yong'oqda bo'ldi. Stolimiz MDFda bo'ldi. Naqshlarga bir e'tibor bersanglar ham bo'laveradi. Plastmassa oyoqlar juda chiroyli holatda ochib turibdi. Stolimiz MDFda bo'ldi. Suvga ancha chidamli, ancha suv tegsa, suv to'kilsa, artib yuborsanglar hech narsa bo'lmaydi. Xo'p, 12 talik, 14 talik, 16 talik holatda chiroyli qilib 20 talik deydiganlar bor, 24 talik deydiganlar bor, chiroyli qilib beramiz. 12 talikni aytamiz, misol uchun stolimiz 320 ga 120 bo'ladi. 320 ga 120 bo'ladi. Ikkita shunaqangi akvariumdan bo'ladi, ikkita smala bo'ladi. Akvarium deyotganim shu o'rtasidagi aynaga hisoblanadi. Xudo xolasa juda chiroyli holatda chiqarib beryapmiz. Narxi 7,5 million so'mdan chiqadi. Akvarium mana shu aynali joyimiz akvarium deyiladi. Hattoki mana salafanini ham, fatonining ustidagi salafanini ham olmaganmiz. Ochib ko'rsatib beraman mana. Klient mijoz o'zi ochib ishlatsin degan maqsadda hatto shu siqochlarni ham olmaganmiz. Bemalol aloqaga chiqib, siz zakaz qilib xarid qilsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa nalichida tayyor ishlarimiz ham bo'ladi. 3 million so'mdan boshlab stullarimiz bor. Pastki nomerlarga aloqaga chiqib bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi. Stullarimiz xudo xolasa optim narxlarda chiqarib beramiz. Barcha turdagi mebellarimiz bor, bilasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan optim mebellar. Xudo xolasa barcha turdagi mebellarni chiroyli holatda chiqarib beramiz. Stulimiz ham xudo xolasa optim holatda chiqyapti. Sexlarimiz ham xudo xolasa juda chiroyli holatda. 12 taligini 7,5 million so'mga chiqarib beramiz. 20 talik deydiganlarga xudo xolasa 20 taligini 11,5 million so'mdan qilib beramiz. 3 ta smali, 2 ta o'rtasida aynaga bo'ladi. Xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkamiz tekin, qolgan viloyatlarga kelishilgan holda chiqarib beramiz.